Navalarni qarayotishini, bunaqada qachon bitadi? Tursalaring-chi. Ertaga tushunmay, qizi joyi keladi. Ertaga to'pana qilasiz. Ertalab bo'ptimi? 11 bo'lib ketdi soat. Qanaqa ustasanlar? 11 bo'ldi. Tuna shogird 11 bo'libdi-ku. Yigit. Boring choy tayyorlang. Keling meting kalbasan qalaroq kessinlar. Shogird uy egasi sindimi deyman. Nega ustoz? Kalbasan kesgan naqar yupqaligini yeb tas. Choy oborasizlarmi? Kuymayaptimi? Yo'q. Men kuyapti. Qo'lingizmi? Yo'q, yuragim. Uyatsiz. Ustoz, shu qizni sevdim. Sen qaysi uyga ishlagani borsang, o'shani qizini sevib qolasan. Ustoz, bunisi jiddiy. Choy qo'y. Choy ichib olgan bo'lsalaring, ish qilmaysanlarmi? G'adaga soatan 12 bo'lib qopti-ku. Biroz obeddan olib keling. Obed tiqib bo'lib keyin to'rgacha bosib ishlaymiz. Keyin yeting sal ovqat barqatroq susunlar. Nega to'rgacha? G'ayratga kech choy qilmaymizmi to'rda? Keyin yeting qo'l so'ymasinlar. Shogird ichi ketib qolyapti. Boqolsiz sut ishlating, g'ayrat aka. Qo'm borligini ham biladi bular. Nima bo'ldi shogird? G'ayrat akaning qiziga kuyov ketdi, adasi bilan gaplashgani. Shogird matli ekanman, g'ayratga qizi saniki bo'ladi. Men tarjimonlik qilaman, qizingizni baxtli qilaman. Tarjimon? Bu tilingni kesib ishsiz qolar ekansan deb. Senga bergan qizim yo'q. Bersan faqat ustalarga beraman. Tiriq qol bitta. Ustoz, urib oldim. Barakalla. As qilyapsiz. Ko'rmaysanmi? Kuyov aynib to'y atmay qolibdi. G'ayrat aka, xafa bo'lmang. Qizingiz ko'chada qolib ketmaydi. Mana qo'ravoy, yigitmisan yigit. Menimcha qizingizni ham ko'ngli bor. Ha, irsiramıyor jipillab. Buning nozik-ku. Siz buni jasadiga qaramang. Qoravoy, bir hunaring otajoning ko'rsatib qo'y. Ya G'ayrat aka, rozi bo'ling. Bo'lmasa hamma g'ishingizni sindirib tashlaydi hozir. Roziman. Qani puli nima bo'ladi? Menga nechta pul berishingiz kerak edi? 730 ming. Bo'ldi. Men roziman. O'sha 730 ming qani puliga o'tdi. Ya buning kam-ku. Ya qizingizni baxtini pulga o'lchamang. Siz ertaga o'tib ketasiz. Qizingiz baxtsiz bo'lib qolib ketadi, rozi bo'ling. Roziman. Yoshli baxtli bo'lsin. Endi G'ayrat aka, siz bilan quda bo'ldik. Bugundan boshlab sizni G'ayrat aka demayman. Nima deysan? Erkalab Google deyman.